Assalomu alaykum. Meni klientlarim mijozlarim alhamdulillah Allohga shukr. Ancha bo'ldi mana bitta videorolik qildik. Surxondaryoning shortiga biz mana Xudo xolisa bir kompleksdan olib akamiz. Onlayndan savdo qiladigan savdo qildik. Biz videolarimizni ko'rib, YouTubedan, Facebookdan, Instagramdan ko'rib, TikTokdan ko'rib turib mana bir kompleksdan zakaz qildi. Zaklat berdi. Olib boramiz, o'rnatamiz, yurgizamiz, telefon beramiz, 49 qalbimiz. Operatorimiz mana bu shakldagi qarasa. Ajada turadi operatorimiz. Mana ham to'qqiz ishlaydi, ham ruchnoy ishlaydi, mana buni. Ham to'qqan ishlaydi, ham ruchnoy ishlaydi. Mana drabilkamiz ham 220 ga ishlaydi, ham 380 ga ishlaydi. Hozirgi momentda 220 ga moslashgan. Mana ham 220 ga ishlaydi, ham ruchnoy ishlaydi, ham 380 ga qilsam bo'ladi. 49 salik qalbimiz oldik. Mana drabilkalarimiz, mishalkalarimiz ham 220 ga ishlaydi, ham 380 ga ishlaydi. Ham mishalkamiz ham 380 ga ishlaydi, ham 220 ga ishlaydi. Ham ruchnoy ham aylanadi. Qalblarimiz 49 salik. Mononimiz ham 220 ga ishlaydi, ham 380 ga ishlaydi, konsertimni olsa. Ham ruchnoy ham ishlaydi. Kimga shunaqa stanovlar kerak bo'lsa, O'zbekiston xohlagan yerlarga kelishilgan holatda dastlabkalarimiz bor. O'rta Osiyoning xohlagan davlatlarga kelishilgan holatda dastlabkalarimiz bor. Naqd pulga plastikka prislilik savdo qilamiz. Kimga shunaqa oqqat ishlab chiqarish apparat stanovlar kerak bo'lsa, reklamamizga misol uchun YouTubedan, Facebookdan, Instagramdan, TikTokdan, Twitterdan chiqib turadi reklamamiz. Nomerlarimiz bor. Xudo xolisa opisiyaning tagida reklamamizda nomerlarimiz bor. Kimga shunaqa stanovlar kerak bo'lsa bor. Men Andijondan Nodirbek Hakimov har qancha xizmatlarga tayyormiz, borib o'rnatib yurgizib berib, Xudo xolisa u yerda borganimni ham bitta videorolik qilib beramiz. Xudo xolisa. Akalar yaxshi kunda ko'rishguncha hamisha xizmatlarga tayyorman. Mana yuzni ko'ryapsiz, mana bemalol bejiz. Yana yaxshi ko'ramiz mana. Endi mana drabilkamizni yaxshi ko'ramiz mana. Drabilkani yaxshi ko'ryapsiz mana. Bismillah. Mana. Bora zo'r ishlayapti. Yana bitta yaxshi ko'ramiz, hozir sal pasaysa. Ketdi. Zo'r ishlayapti. Agarda buni abulut olgandan keyin insonlar to'g'ri. Abulut olgandan keyin sekin chakka soladi. Sekin chakka solaversa, ana to'g'ri chiqqandan keyin to'g'ri chiqadi. Mashinaga to'g'ri chiqqandan keyin to'g'ri o'rnaga solasizlar. Kishda 30 kilo, 40 kilo yetadi, 40 kilo. Keyin yopasizlar mana. Keyin mana maytlarini sizlar svalkarimda ayog'ini qatirib olsanglar, to'g'ri tarafga qatirib olsanglar. Qaballamasdan suv ishlab boshlaydi ishlaydi. Bismillah. Bemalol behiç oladi. Bemalol to'g'ri ishlayapti. Mononimiz kelgan mana to'qqa ruchnoy aylantirib turamiz. Mana. To'qqan ishlaydi, ham ruchnoy ishlaydi. To'qqan ishlaydi, ruchnoy ishlaydi. Buni borganini ko'rsatib beramiz sizlarga. Yaxshi kunda ko'rishguncha. Mana. Kelib oldik mana. Endi hozir bir ishlab ko'rsatib beramiz inshaalloh, Xudo xolisa. Shu o'g'illariga berdi mana. Assalomu alaykum akalar, mana ishlab ko'ryapti, tekshirib olyapti. Hoji aka qanaqa ekan? Hozir mana ko'ryapmiz. Mana ishlab. Mana. Aka menga qarab qo'yinglar, qanaqa ekan? Yaxshi ekanmi? Yaxshi. Chiqyapti mana oqqan sifat. Emas. Yaxshimi? Mana. Xudo xolasa mana oqqantimiz mana. Mana drabilkadan chiqdi. Mana. Hoji aka samimiy so'zlaringizni gapirib qo'yasiz endi. Endi Andijon viloyatidan Nodirjon akamiz bizning kelishib bo'lsa shuncha uzoqdan olib keldi. Rahmat akamizga nasib bo'lsa shu orqasidan mana shu bolalar ish qilmoqchiman, shu ishga ham bekor yurmasligi uchun uy bilan shu biznesda endi nasib bo'lsa bu boshlanishi qolaversa mana Nodir akamiz boshqa istiqbollarda ishlab chiqarishchi boshqa ideyalar bilan ta'minlaydigan nuqtamiz. Ya'ni chiqqan apparatlardan aslida Andijon, Qirg'izistonmi, Xitoydanmi? Xitoydan o'tkazib tayyorlab olib beramiz. Aka, men olib turing aka. Ya bu siz turing.
Aka keling mana akalarimiz. Aka xursandmisiz? Ya rahmat. Shuncha yerda uzoq yo'lda olib kelibsiz. Mana alhamdulillah Allohga shukr mana keldik sog' salomat kelib yurgizib berdik. Mana tekshiryaptik akalarimizga katta rahmat. Xudo xolasa men Andijondan Nodirbek Hakimov. Kimga shunaqa stanovlar kerak bo'lsa reklamamizdagi nomerlarni yozib qo'yganmiz. Aka mana. Shunga mana shuni zakaz qilib hozirda mana Yaxshi ekanmi aka? juda yaxshi narsa bo'lsa mana shu. Aka senga ulanadi-da, avval bugun 3 bo'ladi, 2-3 kun. To'g'rimi? Lekin nasib qilib ulanadi. Ishlab ko'rsatyapti. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Mana Surxondaryoning So'chiga. Qayerga keldik, tog'a? Sho'ch tumaniga Joyilma mahallasi. Mana So'ch tumaniga Joyilma mahallasiga keldik. Joyilma. Joyilma mahallasiga keldik. Mana shu akalarimiz oldi mana. Alhamdulillah Allohga shukr. Sog' salomat. Assalomu alaykum meni klientlarim, mening mijozlarim. Alhamdulillah Allohga shukr. Surxondaryoning So'chi degan yeriga. So'chimi nima edi? Shoch tumani Joyilma mahallasi. So'ch tumani Joyilma mahallasiga. Joyilma. Joyda mana ishlab ko'rishyapti, bemalol bejolar. Mana Xo'ja akamiz oldi, mana o'g'illari bilan birga ishlab ko'rishib, tekshirib olishyapti. Boshida jinda yo'lga tushguncha shakarimiz jinda qalblarimiz yog'lab qo'yganmiz, xudo xohlasa bu yog'langanlar yo'qoladi. Alhamdulillah Allohga shukr. Mana kimga shunaqa stanovlar kerak bo'lsa, mana O'zbekiston xohlagan yerlarga kelishilgan holatda dastlabkalarimiz bor. Naqd pulga plastik kelishlarga sovg'a qilamiz. O'rta Osiyoning xohlagan yerlarga kelishilgan holatda dastlabkalarimiz bor. Olib o'rnatib yurgizib beramiz. Mana kech payt bo'lsa video rolik qildik, qisqa holatda video rolik qildik. YouTubedan, Facebookdan, Instagramdan, TikTokdan chiqib turamiz. Mana ularimizni mana intervyuga ishlaydi. Ham to'qqa ham ishlaydi, ham ruchna ham ishlaydi. Mana original, sveji. Agar hech qanaqa g'iroflatchilik yo'q, mana ishlab ko'rishyapmiz. Ikkala yaxshi kun ko'rishamiz. Assalomu alaykum akalar, mana bugun stanovlarga o'rnatdik, mana ko'rdik, mana o'rnatib ko'rdik aka. O'rnatib yurgizyapti akalarimiz, bemalol behijolat aka ishlatib ko'ryapti.